Onasiga otasi ko'rsatmagan joylar ko'rsatdim ona iskelarga yaxtalardi borki otasi ko'rsatmagan o narsalar. Ona iskela yurganjalar buni ketibon chopib buni ko'tagasiga dalada Kanalga cho'milib. Kanalda cho'milib loyqa suvga yopdi deyman. Qandaysan Kusingo o'manim sani? Ha kuz. Efir ketyapti-da. Ha, efir ketyapti. Oxir aytdim-da, onangni sizga bo'ldi, qo'tag'imni qo'ydi. Tinch qo'yish, qo'tag'imda jalab. Onasini sizga o'ta yomon. Endi shuncha yildan beri qo'tag'imni tagida kun kechirib kelgan bachcha jalab. Onasini sizga bo'ldi, ha o'zini yo'lida ketdi. Endi meni tinch qo'y. Qo'tog' bo'lma, har kuni meni sizga ertalab turadi, ovqat yemaydi Sardor. Video qo'y. Abita turadi Sardor. Kechki turadi Sardor. Oxiri so'kdim, onangni sizga bo'ldi qilay, gandon dedim. Конечно. Atpiska qilib taylagan, men atpiska qilib taylagan, atpiska qilib taylay, og'ziga siska. Men davlat qilib tashlaganman bularni, mana davlat qilib tashlagan. 600 ta 500 ta odamchalari bilan o'tirsin. Nima gap o'zi? Tog'siga soch qani? Sochni Kusingo o'manim amati pizdes bo'ldi. Jalab. Mani zemlakim qani? Zemlaging oldimda. Buni qara, mana bu yerdan bunisi. Buni qara. Buni qara. Dedemsen dede. Özün arkasında oğlum de. Dede. Şu balası çoğuydu koysun. Dedesine koysun. Bola kuntik. Buni onangni sikaydi rosa so'kdim. Buni qararma deydi. Dedesi sökse bulaveradi sökür. Dedemsen dede. Oğlum de. Dede. Deda deydi. Şu balası çoğuydu. Töri oldu. Doğdu töri sapşeni qilding. Shu sapsheninga jon bor. Töri ayting. To'g'risida onasini sikay minnat qilish, narsa qilishmas jalab. Onasini ko'tiga sikay bilan 30 ta odam bilan kuchuk tanimagan loytomda o'tirgan joydan olib chiqib kelganman. Minnatni liboyni betiga gapiraman, gandonjalar. Men hech kes oshirib qo'ymagan jalab. Otasi ko'rsatmagan joylar ko'rsatganman-da bularga. Endi onasini sikay bo'ldi, o'zini yo'lida ketibdi. Meni tinch qo'y, qo'toq bo'lma. Har kuni chiqib meni bilan tema qilib, meni gapirmasa yeyolmaydi bular. Nonam yeyolmaydi. Meni gapirmasa bular tuzam yeyolmaydi. 24 soat. Bechora Sadri kelib menga bir padarka urib qo'yibdi ekan. Onasini sikay endi Sadrini so'kiribdi-da bular guruh boy. Gando Sadri o'zi kelish qilyapti-ku, o'ta yomon deyish qilyapti kecha. Ha desam, Sardor Jalni ustiga mani so'kish qildi, men Jalni ustiga Sardorni so'kish qildim. Bo'ldi, u yerga borib dedi, uni prosta erkakligini men bildim deyapti. U bachani erkakligini bildim deyapti. Men o'ta yomon Sadrini bir oy so'kkanligidan keyin qaytarib so'kkanman. Sadrini o'zi so'kib yurgan meni. Sadrini u tema zakrit prosta o'zi uchun bildi. U o'zi uchun bildi-yu, keyin dediki, bilab ana shularni men hammasini bitta tema qildim dedi. Любой odam o'zi uchun bilib qo'ygan. Любой odam bundan keyin ham bilsin. Bu onangni sikaylar meni gapirmasa och qoladi bular. Och qoladi. Men jalab ular meni urib emas. Onasini sikay, men dunyo chempionlari bilan o'ynayman. Dunyo tepasida turgan odamlar bilan o'ynayman. Любой meni priznavat qiladi, Любой meni taniydi, Любой butun O'zbekistonni shunday nomidan chiqib, Любой bilan solishaman, aqlim yetadi. Ularni ularni tanimaydi, qo'tag'ini boshiga bilmaydi. Odam qilgan menman onasini sikay bularni hammasini. Kuchli boqqan ekanman, kuchli. Shu paytgacha onasiga itboq, eshak boqqanimda onangni sikay, eshak jalab ot bo'lardi, bu onangni sikaylar odam bo'lmaygan. Bu gandolla odam bo'lmaydi. O'zi uchun bildiğin bitta padarka uchun dada deyapti, qayd deyapti, mani bular sikayapti. Dada qayd deyapti. Ibi onangni sikaysan. Video qo'ygan, video oriyo. Buni meni dadam, ya onangni sikay. Bu vaqtda oilasidan gapirmay, yomon ko'raman birodar, oilasini gapirishdi. Jalab otamni videolar qo'yib, padarka uchun, pul uchun, voy itdan tarqagan diyonatsiz jalab. Oriyatsiz ominga sikaylar jalab. Bichda bular, bich jalab. Yo'q, nomi bitta padarka ko'rmagan bular.
Bular ko'rmagan jalab, bular ko'rmagan, bilan. Vatangado deyish qilyapti-da seni. Vatangado deyish qilyapti. Onangni sikaylar borib non namakingni yedi-ku. Sen ayt mana, men Dubayga kelgan payt qanday misol? Ayt onasiga, ota-onasi ko'rsatmagan joylar ko'rsatmayapmi? Ayt qani onasizga. Mushuk bo'lsang, yuragingda bo'lsa gapir qani jalab. Mana korotchi ana shu yerga bo'ldim. Men bilan Ali borku shunday o'tib ketdik. Sen bilan shularni aka-uka qayerlarga bording bilan. Qayerlarga, kaftallarning ichiga qanaqa taylading? Bu lotkaga qanaqa taylash qilding? Lotkaga qanaqa taylash qilding ko'tlarni bilan? Bilan sen o'zing bagajga o'tirish qilyapsan. Bularni bilan oldingda bilan o'tirish qilding. Realni ko'ralmaydi. Bagajga o'tirib haqiqatan. Realni. O'zim mana shu orqada joy bo'lmay qoldi. Orqada o'tirib mehmon otangda ulug'di mashinalarni ichidan joy. Onasiga Nissan patrollarga o'tirg'izib panjalab, ko'ti ko'rmagan ona mashinalarni ularni. Mana seni zimlaging. Sigara, Что надо, бажоми корозу. Мөрөм мен Худо хол насиб боша. Мөрөм. haybat, albatta chamadon o'ng taraf, manga teng. Ana mumkin mörüm. Salika gapı korozу, ana mumkin mörüm ben. Tamam. Bilat onasini hepsini shu 2 yildan beri oldimda Samarqand, Registonni, Kindigidagi bala bor. Jalab tojikcha bilmayman, bilat. Nima deb gaplashasizlar men tushunmayman bilat. Yod beradi. Inoya yegisi ko'ydan akorda, yegisi ko'ydan akor. O'ta yomon. Onasini emsin 30-chislo kuni bila bo'ldim. Tasavvur qila olmagan batiling bo'ladi. Tasavvur qila olmagan, dunyo ko'rmagan batil bo'ladi. Tomosha qilasan, Xudo xolasa, tomosha qilasan. Onasini emsin liboyni bitta gapiraman. Shuncha kundan beri meni so'kib yuribdi gandonlar. Oxiri bitta video qo'yaman, onasiga kun video qo'yaman. Bori ham yo'q bo'ladi. Ko'tingizga yo'lingda yurish jalab. Yo'lingda yurish, qo'tag'im bilan o'ynasin ular. Meni qo'tag'im bilan o'ynasin. Qo'tag'im chiqarib qo'yaman, qo'tag'im bilan o'ynasin ular. 30 ga Yusuflar bilan o'yin qilasanmi? Yusuf bilan solishamiz jalab. Yusuf bilan solishamiz. Tamam, böyle dinnaxude buga non berish qilmab dinnaxude og'ziga sikayga. Non berishi o'tiradi jalab. 3 odam bilan yeyishga noni bo'lmay tomosha qilasan. Xor bo'lib ketmasa aytasan, mana meni tepa. Xor bo'lib ketmasa aytasan. Xudo ko'rsatmasin. Videosini ko'rdim, vatangado, patangado degan gaplarni gapirtirib video qo'yibdi. Onasini ko'tiga sika seni shu vatangado odam qildi. Seni yuruvding, onangni sikaydi, men seni shu vatangado seni mana shu Sardor seni odam qildi. Sardor qo'tag'ini soyasida kun kechirding shuncha yil. Ana kim mana oldiga bitta gandonda o'lgan onangni sikaydi. O'zbekistonga oyog'im yetgan kuni oyog'ini chopaman onang nomiga sikaydi. O'zbekistonga oyog'im yetgan kuni og'ziga sikaman borib. Bitta og'ziga sikaman to'da podasi bilan tomosha qilasan. O'ta yomonni gap. Hali ko'rsataman bu gandonlarga qanday bo'lishi. O'zbekistonga boraman, men o'lgani ketmaganman, boraman. Bitta sikaman bu gandonni bolalarni. Tomosha qilasan. Sabr. Nargilari emas, to'rtta pulchi uyimga kelib, qo'taq boshdi bolalari, gandonni bolalari. Ishte, pustasizlar yiban o'tinglar jalab. Dadajon, meni Dubayga olib keting. Dubayga borib turib ko'tizga paxtani qo'yaman. Uyingizga borib mardikorligingizni qilaman. Idish tovuqlaringizni yuvaman. Dadajon, uyingizga borgan paytim uyingizda ishlasagan boraman. Uyingga borib bitta futbolkangizni kiyaman. Bitta futbolkangizni kiyib bitta ishlasam ham mayli, ko'timga siksam ham mayli. Yas senlarni onangni ko'tiga sikay sendaqalarni bilan. Bu harromilarni uyingga olib borib bilan biton nima qilding-ku, og'ziga sikaylar. Ko'tiga sik ishlatgan hammasini, qo'tag'imni yeganda hammasini videosi turibdi. Uyimga borib it qilib ishlatganman jalab. Uyimda jalab stroykashni mas gandonlar qilgan. Uyimda jalab bor-ku, betonidan tortib onasizga aboyigacha shular ishlagan bu qo'toqlar jalab. Bu onangizga meni mardikorlarim-ku bular jalab. Qo'toq boshlab. Yigitagomning bitta. Yigitagom jalab. Jalab, onasini sizga gapiraman desa meni daxoya gap borda. Men jalab xohlamayman-da jalab. Urvinimmasda qo'toqlar jalab men ular gapirsa. Asosda gapni qavoq qilaver, xalq bilish qilaversin. Tamam. Prosta onasini emsa
Tavba qildim. Aka-uka ikkalasi bilan bittasi Abidga smenan bo'lishib olgan, bittasi ertalab, bittasi kechki. Kunda video qo'yishadi-ya. Onangni skelar shunday qilgan. Men telefonga ne ayb bu? Telefoning o'lish qildi deyapti. Onangni skelar telefoning o'lish qildi deyapti. Onangni skelarga telefonga nima ayb bo'ldi? Abedan keyin akasi, abeda do abeda ukasi, abedan keyin akasi ko't bachchalar. Sizga mana bundan keyin onangni sizga o'ylagar onang nomiga sizgaydi bor kechib yubordim, tavba qildim. 200 lamachi jalab bilan onasini sizga borki ikki dunyo bir bo'lsa ham betingga tik qaramayman, betingga chiqmayman. Birovni tursin monetasi ekansiz seni narxlaring jalab. Ot qo'taq ekansiz senlar borki, opsimganda gruppang bilan. Onasini sizga chinor etiketda qilyapsan, tomosha qilib etiketda qilyapsan. Yana aytaman. Mana shularni o'zi seni onangni xo'rlab so'kib chiqmasa, nima deb so'kib chiqdi bular? Nima deb so'kib chiqdi onasiga? Butun narod so'kib chiqdi jalab. Sizga bilan. Bilmayman kimga keldi onasi. O'taman keldimmi, senga keldimmi? Manga Chinorning og'ziga qo't taqib, sizga o'raman chinor-pinorga qo'shib. Kelorsin jalab. Oqilov gatov onasini deb. Kimga keldi? Sonataka sizgami? Lipoy payti kelorsin jalab. To'kib tashlayman jalab. Manga emas.